axborotchilik kasbiy hayotingizda siz mi his qildingiz g'arbda, biz mi ajoyib his qildik hamda. Bu lager hiç siyasetga yaqin kelmaydigan, Uyg'urlarga yaqin kelmaydigan. Bir turkum hamma davlatlarda bor turgandi bu Uyg'urlar. Bu lager siyosati chiqib, hamma odamning degdek oilasidan bir qanchalarning yoki hammasidan tutilib, Xitoyninki qanchalik vahshiyligini ko'rgandekin, o'zi his qilgandekin andin Uyg'urlar atrofiga kelib so'zlaydigan, chiqadigan, bayroq ko'taradigan bo'lib qoldigandi bir mezgillarda. Buni hammamiz his qildik. To'qmoq tekkan vaqtida his qildik. Uni bir kun tartib bo'ldi, dunyoning hamma yerida namoyish qilsakmi ajoyib chiq insonlar chiqadigan bo'ldi. Ammo bu tajovuzchilar degan bir qo'yga aylanmadi. Yana o'xshash bo'ra. Bu hamda dunyoda shunda bir vahshiy millionlarcha xalqimizni lagerga solab nurg'unlarni yo'qotib, buni qilib bo'lgandan keyin bu besim bo'lib dunyodan hamma kun tartibga kelib Xitoyga qattiq besim bo'lgandan keyin Xitoy bugun hozir hiylagarlik bilan tashqi ko'rinishda biroz yumshatgandek boshqa bir changchil o'ynayotdi hamda hozir. Buning hamda yana shu bizning ichimizdagi Uyg'urlarni jiddiy ishiltiyotidu. Mayli g'arbdan bo'lsin, Turkiyadan bo'lsin, har xil yolg'on sayohatlarni o'rlashtirib tuqqan yo'qlash u bu deb Xitoyning bu ta'tir tashviqotiga zulm qilmadim, men irqiy qirg'inchilik qilmadim deganni isbotlash uchun o'zi tashviq qilish bilan birga yana chet eldan yurib opirib nurg'unlarni shu suratlarga tortib chiqaryapti hamda. Yana shu bizning Uyg'urlarimiz buningga qo'rchoq bo'lib beryapti hamda. Bu ko'rinishlarga va siyosiy faoliyatlarimiz bo'lgan sira Uyg'urlardan qochadigan, burun ko'targanlar hozir ko'tarmaydigan, ashuna bo'lib qolganini siz his qilgan bo'lishingiz mumkin. Buningga qanday qaraysiz bu kishilarga hamda sizcha? U kishilarga baho bergim yo'q. Hamda hammamiz inson bo'lish sifatimiz bilan, Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan yetarli dadlarni tortib oldik bugungi kunda. Balki buning ba'zi bir qiyinchiliklari bordir. So'zlayolmayotganlarni. Hamda so'zlab turibman men shunchalik oldiga chiqibmi, hech nimani hal qilolmadim-ku deganlarga ilhom bergim bor. Ya'ni mening bilishimcha men bir misol hamda mush Xitoyning 25 urug' tuqqunimni biroqla so'layotgan mushundaq bir vaziyatga duch keldim. O'z vaqtida men hech nima qilib beramadim-ku, mushlarni qutuldiramadim-ku degan hissiyatni uzun mezgil o'zimni qiynab yashadim. Ammo yillar keyin angladimki, ash chiqib, ya'ni so'zlaganning nima foydasi ya-da, nima foydasi deb mendan so'rg'ichilar bo'ldi. Men telefon qilib, "Voy, men anglashimcha oilangiz tutilibdi. Hech bir anglatqingiz yo'qmi?" deb nurg'un ishlar, xizmatlarni ishildik ham boshqalarni rag'batlantirish uchun, hikoyalarni so'zlatish uchun. Nima foydasi so'zlaganimning ota-onamni chiqirib beramdika yoki akamni qo'yib beramdika deguvchilar bak ko'p sonni egallaydi-chu. Masalan, sizning chiqdimi, o'zingizni kirkitibdi, siz shuncha so'zildingiz, ajab ular qo'yib bermadi-ku, nima foydasi bu hada dedi. Şimdi ular har xil javoblarni berdik. Men bugun yana bir javob berishim kerak. Dal biz so'zlaganligimiz uchun chet ellardagi bekarak ovoz chiqqanlarni Xitoy hukumatı ayrim kategoriyaga kirgizgan. Buni noiti shu soqchi sistemasidan chiqqan bir inson menga vositlik yetkazgan gap. Agar chet ellardagi Uyg'urlar o'z tuqqanlariga ega chiqmagansa, ular o'lik chiqadi debdi. Demakchi, ashada bir yin yang ten, ya'ni uzuqliq tamig'i degan bir tamoqni shu vaqtida bekitibdi Xitoy hukumatı. Shu maxsus chet ellarda urug' tuqqanlar uchun ovoz yuqoriroq chiqqanlarning hammasini bir yerga yig'ib, akirib, bundan keyin sizlarga yin yang ten berildi deb ashundaq taqibdi. Nimaga desangiz, bir xalta sut, bir tal tuxum kuniga. Boshqalardan farqli muomala qilingan gap. Boshqalardan farqli. Demakchi, bu nima? Mening so'zliginim bir tal tuxum, bir tal sut bilan natijalanibdi shu demang. Bu ashundaq lager sharoitida kunda aram bir tal yelsa tehi bir tal qarmoma basaytan deymiz-ku, yesivelek suyi yamisi tehi faqatlam guruchning suyini ichib hayot qilayotgan shu Uyg'urlarga nisbatan jonni qo'g'dug'ich tamoq bu. Hayotini qo'g'dab qolg'ichi, aşı bir belhem bo'lgan, aşı bir dori bo'lgan. Şuna mening urug' tuqqanlarim bugun chiqqanlar asosan saqmish anglashimcha. Gerçi ularni ko'zim bilan ko'ramasam-mu, apamning deb birishicha, hammasi saq salomat chiqdi deydi. Men hayron qoldim. O'lib ketayotganlar shuncha jiqayliq chiqiblam. Yomisi ashuncha kasal bo'lib, ojizlab chiqib, uzun qolmayli o'lib ketganlarmi xili bor.
Ama mening urug' tuqqanlarim Allohga shukr, o'tning ishchiligi, paxtning ichida, o'tning ichida paxtini saqlabdi degandek, aşu yumran sing'illarim, inilarim hammasi saqlabdi. Aşu yin yang san degan narsaniki kuch ekanmish. Demakchi bu ovozimizning kuchi. Biz saqlab qoldik, aşu ovozimiz aslida jasoratimiz bilan. Balkim bugun xabar olamagan bo'lishi mumkin. Aşu o'zining urug' tuqqanlardan nurg'un insonlar, ammo qalbinglarda ishoninglarki, sizlarning ko'rsatgan aşu jasoratinglar hech bo'lmasa aşularning bir tuxum, bir sütni kunda hayotlik o'zig'i sifatida yeb, aşındaq mushu har xil zulmlarga bardoshlik berib, aşu lagerda qora turmalarda hayot qilishga sabab bo'lgan. Shu o'zinglardan faxrlaninglar mushu tuqqanim qani, mening ota-onam qani deb maydonga tushguchilar. Men shunday deyman.